Bugun tajribamdagi eng katta gadjetni obzor qilib ko'raman. Ha, gadjet. Faqat g'ildiraklar ustidagi gadjet. Bu 650 ta ot kuchiga ega Zikr 7X, Zikrdan crossover. Bu mashinani 1-2 kundan beri haydab yuribman. Ana endi o'z hissiyotlarim haqida sizlarga gapirib beraman. Tashqi ko'rinishga kelsak, shaxsan meni fikrim, oldi tarafdagi ko'rinishi sal bahsli, lekin yon tarafdan va orqa tarafdan qarasangiz, to juda ham chiroyli va proporsional dizaynga ega. Salonning dizayni va unda ishlatilgan materiallarning sifati tan olish kerak, haqiqatan ham zo'r va sifatli. Lekin bitta narsani tushunmadim. Mana bu narsa haydovchi uchun nima uchun kerak? Qulayliklardan esa zamonaviy avtomobillarda nima bo'lsa, bunda ham hammasi bor. Avto hold deysizmi, adaptiv cruise control, abduv, abagrev va hattoki massaj qilish funksiyalari ham bor. Buni hammasini hali aytmadim. Masalan qarang, mana bu podlokotnikni bu tarafdan ham ochishingiz mumkin. Bu tarafdan ham ochishingiz mumkin. Bu tarafdan ochish kimga kerak desangiz, masalan, bu tarafda ketayotgan odam sizga xalaqit bermasdan, ya'ni haydovchiga o'z tarafdan bundoq ochib ishini qilaveradi. Mana shunaqa. Xo'sh, bu mashinamiz 20 radiusli birdaniga zavoddan Michelin Pilot Sport tapochkalari bilan birga keladi ekan. Qiziq joyi shundaki, bunaqa mashinalarda hattoki podveskasini ham kompyuter boshqaradi. Qarang, hozir shuni ko'rsataman. Hop. Gap bo'lishi mumkin emas. 0 dan 100 gacha 3.8 sekundda chiqadi ekan. Xo'sh, bunda 100 kilovatlik batareya o'rnatilgan. Maksimal tezligi esa 210 km/soatga ekan. Bu nima knopka? Uxti, texnologiya. To'liq zaryadda bu mashina 700 km yuradi deyishgan, lekin haqqoniysi 600 km yuradi. 10% dan 80% gacha fast charjda quvvatlasangiz 15 daqiqada to'ladi ekan. Karol. Og'irligi esa 2,5 tonna. Mashina juda ham og'ir, lekin shuni hisobiga ham yo'lda juda ham yaxshi turadi. Bu mashina polnoprivodniy bo'lib, Zikrning crossoveri hisoblanadi. O'zini yo'lda tutish bo'yicha menga yoqgan tomoni bu podveskasi juda ham yumshoq ekan. Yo'ldagi har bitta notekisliklarni, chuqurlarni juda ham a'lo darajada obработка qilyapti. Pnevma podveska bo'lsa, shunaqa bo'lsin-da. Audio sistemasiga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham toza ovoz chiqarib beryapti. Endi shunaqa bo'lmasa ham bo'lmasdi, chunki bu mashinada 21 ta dinamik o'rnatilgan Karl. Hattoki mana bu podgolovnikda ham dinamiklar bor haydovchi uchun. Narxi esa $45,000 dan boshlanadi. Mashinani haydayotgan paytimda lazzat va emotsiya ola oldim va bu eng muhim tomoni.